Bizden de şu mal ismi deganga izoh qistirdi. Bu izohni mana yeziq bo'ldi. Ana bu yerdagi men Shahrozod degan nima degan vaqtda men Vinjani bilsib siz bu yerdan men shuncham kirsangiz nimadagi ofisni ishlatishni nimkan? Shahrozod. Dal mushni acha chiqib turdi. Ana bu yerdagi men Shahrozod 3 ish bo'ldi. Mavsim biz mana birinchi kelib 3 kun betirsa 3 dan. Bu yerga endi bu hisobda. O'zga masatgan malning ismi. Ularni talab oldim. Andan keyin xat normal bo'lsin, xat cho'nlig'i mundaroq bo'lsin, xatniki O'rtaq bo'ldi. Xatning nusxasi L4 basmton bo'lsin. Mavsum yig'igan chiqdi managa. Endi katak qarsa sal o'lchamsiz qolaman. Endi shu to'g'ri kirib bo'lmuş şunu yüzlü besitli. Müşkata yüzlü çıkıplama zaterleşni besetsek oldu. Besip bu sefer kenarlık bolsun. Bir kurup attıma. Bu muhakkatlarını talab olumuz ayrı gibi. Andan keyin bunun muhakkatiga Salmanda çıksın. Oldu nima bu? Bu yerga yana bo'lmasdi. Men birinchi köte uchirimiz. Satgan mal bahası. Satgan malning parcha bahası. Bunimi bu yo'lib xat normal bo'lsin, sal sonroq bo'lsin, xatninki nusxasi. O'xshashlar L4 basmdan bo'lsin. Buni men yanğa serib bir quruq bassin. Bu ham sal muvofiq chiqsin. Xo'sh. Endi mana hammasi izoh qo'shilsin bo'laverdi. Bu izoh besilmaydi qog'ozdan, qog'oz besib chiqasin besilmaydi, lekin ikkisi jarayon o'zida mavzuni yiqapasin shu kadakka, usti chiqib berdi. Shunamki? Mongol turaganga var şey istiyorsan. Da herkes belki belki koyuyor. Başkalar bilemedi ne misal sıkıntı geldi gibi ama olsa şey herkesin. Ma zat shuncha bo'ldimi? Xo'sh. Endi bu yerda men boshqa birmuncha gonzo malg'ama baqulani ishishni bagaji yo'q asosiga. Biz faqatlam birinchi qilib ishlatish shunaqa. Birinchi qilib ishlatdik. Endi biz shu asos ko'zdan o'rlan talab edib shu karashlarniki istimal o'nchiki shu yerdagi go'shtni bosgandan keyin o'tirdi masudonki belgini elib o'tib bu yerda baqu gonzo bilan baqu qo'ysak biz shu sodon elib o'tgan karashlar baqu qilmaydi. Ya'ni biz bu karashga o'qib bergan bo'lamiz. Ma'qul suvda, Uning boshqa yerga bo'lsa baqu qilindi. Hammasi quplangan holat bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundim. Endi siz buni elgan bo'yin qanday masalan men malsni kirib bo'ldi shunaqa biz ambar mal kirib bo'ldik. Endi boshqa narsani qo'yib turaylik. Men mal setishni men kirgan malni ba'zi buni mes bo'ldi. Manch bo'ldi, manchal sotdim. Manchal buzuq. Bizga mushlam kupa yo'q hozir. Mushdayirni talab turib bu yer talab turib mal o'nchiki shu joyga go'shtni bosdik. Andan keyin oldima sodam elib o'tdik. Endi cho'dan bosdik. Bosgandan keyin bu yer bog'i qilmaydi. Endi cho'dan besib bo'lgandan keyin bu yer ustiga bog'i gonzo deb ham besimiz. Besib hammasiga bag urutimiz. Bag urmagan bo'lsa bag urutimiz. Bag urug'imga hozir. Xo'sh, endi mayaga qulupniki ochqichni solamiz mayaga. Xo'sh, endi maya qo'shasizmi? Bo'lmaydi, lekin maya qo'shasizmi kirgizib bo'ldi. Tushundingizmi? Masalan, omina qarqa sharbati. Ambarda 30 sol baki.
70 test mi bu? 75 test koyayım. 25 kaldı mı? Bundan ikisi bozuk olsun. Baştan çek. Tushundingizmi? Lekin undan boshqa yoki ko'zlanmaysiz. Buni o'zgartirgan yoki ko'zmoqchi bo'lsangiz, yoki aslida mal qo'shmoqchi bo'lsangiz, qanday qilasiz? Mana mushu shinyo degan turk o'zgarib, mush xizmat yo'llaniki qo'lni bekor qilishga man bosgandan keyin, mushu bosgan ochqish nomerini selib, anoniki ishlasini bo'lmaydi. Boshqa yerdagi ishlasini ishlaydi. Tushundingizmi? Anoniki ishlasini qanday ishlashga bo'ldi. Agarda siz mushu oziq doirini tanlab so'dan ijodmasangiz, butun kirachi hammasi balxu bo'ladi. Siz umumiy nechta kirachi bo'lsa, shuningdek hammasi qul bo'linadi. Tushundingizmi? Xo'sh. Shuning bilan yo'qotmanman ma'lumot kompyuterdan nimasini yo'qotganlikchi, nimasini yo'qotganlik. Ya buni aşı bilmesin bo'lmaydi. Tushundingizmi? Shuni ikkita darsi oxirlashdi, ha? Mana nima? Bu shu bir xizmatchilarga, butun birinchi xizmatchilarga ishlashga bo'ldi. Andan keyin andan keyin odat buni sasonda bo'ldi. Masalan, mana qarzimiz bir tal xizmatchilar shunaqa. Azmani qulp yo'q hozir. Yo'q. Bu mayın besib. Qoplab qo'ydim. Endi mana saqlab bo'lmaydi. Lekin mayga bo'lsa, yozg'i bo'l shunaqa. Man bekor qilib turib. Man bekor qilib turib. Men yendigina mana bosay endi. Buni qaragan bo'lsak, mayaga saqlab bo'l shunaqa. Saqlab bo'l. Saqlab bo'ldi. Endi bu yerdan qulbini besib berdi. Mana qulblandimi? Qublandi. Maya qulblandimi? Yo'q, shunaqa. Bu odatda shu boshqa tarmoq shu xizmatchilarni mana necha xizmatchilar bo'lsa, shuni hammasini qublash ishlatiladi. Lekin ma qublanmadi. Bir yakkinmi unutmaydi. Asosan shu xizmatchilar bir yakkina qublaydi. Lekin hozir men mavosini yiqib olsangiz chiqadi-ku uchura. Kaçası bu bombaydı ya, bakın körünmeydi zaten. Shuni ham Excel ders tugadi, ha?